bor bu yerda. Va Arsenalda imkoniyat. Standart, yana standart. Arsenal o'z uslubida hisobni ochmoqda va bilasizmi kim? Kamdan kam bunday holatlarda o'zini ko'rsatadigan Yurian Timber 1-0. Yo'q, kamdan kam emas, APLda 2 ta gol urib qo'ygan Timber, to'g'ri. Endi qanot himoyachisi unga haligi ustun jihat qanot himoyachilarda shu Noyerga paslar bir nimaga olib kelmasa bo'ldi va Bavariya 1-1. Mana bitta javob hujumini o'zida myunxenliklar muvozanatni tiklab olishdi. Lennart Karl gol urdi. Tushunyapsizmi? Lekin pas hammasini pas hal qildi. O'ng qanotdan keskin yorib o'tuvchi pas. Dahshat. Chap qanotga uzatma. Eze. Calafiori! Gol! Arteta bravo! Maduekeni o'ngga o'tkazdi, gol urdi. Calafiori bilan golini urib ketgandi. Qani tomosha qilamiz. Ofsayd yo'q. Eze yordam berdi. Bu yerda ham ofsayd yo'q. Calafiori ishonch bilan to'pni yo'naltirdi ichkariga. Madueke himoyachi bilan kurashdi. Oldinga o'tdi, bir qadam oldinga o'tdi, shuni o'zi yetarli bo'ldi. O'sha teginishni amalga oshirdi. Londonliklar haqli ravishda mumkin. Berechi Martinelliga ofsayd yo'q. Noyerdan da o'tmoqda. Darvoza bo'sh. Martinelli gol! 3-1 Arsenal. Yana bir bor bravo Arteta 2. Yana bitta zaxiradan tushgan futbolchi hal qilyapti. Gabriel Martinelli. Uning finti Chempionlar Ligasi tarixidagi eng uzoq masofaga amalga oshirilgan fint bo'lsa kerak. Bilibmi, bilmaymi? Endi Noyerni oldinga chiqishini kim bilmaydi? So'rang 10 yoshli muxlisdan aytadi. Noyermi? Ha, oldinga chiqadigan darvozabon deydi. Xuddi shuni bilgandek Gabriel Martinelli to'pni to'xtatayotganda va bo'ldi. Artetaga qoyil.